Ha, Jitel, demak seni ham uyni remont qilish kerak, to'g'rimi? Ha Samiko, uyni remont qilish kerak. Ha. Demak seni ham uyni remont qilib beraman. Hammaga salom bolalar, sizlar bilan yana Samiko xush kelibsiz yangi videoimga. Menga yana Jitel uyni remont qilib ber deb so'radi. O'tgan safar zombi so'ragan edi, uyni remont qilib ber deb. Endi oldimga Jitel uni ko'rib, Jitel keldi, uyni remont qilib ber, seni ham ko'proq pul beraman dedi. Mayli, men rozi bo'ldim Jitel. Demak, uyingga olib borchi, menga qani olib borchi uyingga. Demak bu sening uying, to'g'rimi? Ha Samiko. Mayli, hamma do'stlar, mana shu ekan uyi. Demak bo'ldi, sening uyingni remont qilib beraman. Sen ketaversang ham bo'ladi. Ana do'stlar, Jitel ham ketdi. Endi do'stlar, men uyni remont qilishim kerak. Do'stlar, birinchi o'rinda men nimalar qilsam bo'ladi? Masalan, mana bu yerda sindirsa bo'ladimi? Do'stlar, bu tortaq yerda o'tarkan, toshli ekan uyi. Mayli do'stlar, hozir men birinchi bo'lib nima qilsam bo'ladi? Stop, mana bu yer teshikni yopib qo'yay, asam buzildi. Ha, mayli. Do'stlar, yana nima qilsak bo'ladi? Birinchi bo'lib biz sindirishimiz, do'stlar, o'zimizga kerakli bloklarni olib olishimiz kerak. Masalan, qanday blokdan quramiz? Uyda xuddi shu qishloqdagi bloklardan quramiz, daraxtdan quramiz, yog'ochdan quramiz do'stlar. Shunaqalardan quramiz. Oyna ham olib olamiz. Do'stlar, endi sizlarga 5x ta o'tkazib yuboraman. Va tayyor do'stlar. Endi bu yerga mana bu yerlarni qo'yib olsak, toshlarni qo'yib olish kerak do'stlar. Chunki yerda yotmaydi-ku, loyda deganim. Mayli. Bularni qo'yib olamiz. Hammasini do'stlar, va nihoyat yer tayyor bo'ldi. Do'stlar, shakli shunday bo'ladi. Do'stlar, endi mana bu yog'ochlarni, ya'ni daraxtlarni qo'yib chiqish kerak. Yaxshi, bularni qo'yib chiqsak, hammasi chiroyli bo'ladi do'stlar. Xo'p, yaxshi va bo'ldi do'stlar. Endi bu yerlarga ham qo'yib chiqish kerak, chunki yog'och qo'yib chiqish kerak, ya'ni qishloqdagi uylar bilan bir xil bo'lib chiroyliroq bo'lishi uchun do'stlar, yog'ochlarga yog'och qo'yamiz. Uy mustaqbil. Mayli do'stlar, e'tibor bermaysizlar, shunaqa vaziyatlar videolarda bo'lib turadi. Xatoliklar uchun uzr so'rayman do'stlar. Mayli, bularni qo'yib chiqamiz do'stlar, yog'ochlarni. Bularni qo'yib chiqqanimizdan so'ng do'stlar, oynalarni ham qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Hozir biz mana bu nima qilib turibdi bu yerda. Mayli do'stlar, o'sha bu yerlar bitdi. Ya'ni bu yerga mana qo'ysak bo'ladi. Masalan, mana bu yerga yaxshi bo'ldi shu, va mana bu yerga esa mana bulardan qo'ysak yaxshi bo'ladi. Yarashmadi-da cho'ta do'stlar shu. Ana do'stlar, keyin o'zim oynali qilib chiqdim. Shu oynali menimcha yaxshi turadi. Shuning uchun oynali qilib chiqdim. Hozir men nimalar qo'ysak bo'ladi? Masalan, eshik, normal eshik topish kerak do'stlar. Masalan, qanaqa eshik qo'yamiz? Mana bu eshikdan qo'ysak yaxshi bo'ladimi? Yo'q, do'stlar, bu menimcha bu eshik bilan yarashmadi. Do'stlar, buni olib tashlaymiz va yana qanaqa eshikda o'zimizda oddiy eshiklardan qo'yamiz do'stlar. Yaxshi eshik shu do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, uyga yarashadi. O'zimizda qishloq eshiklari. Mayli do'stlar, endi nima qo'ysak, oynalarni qo'yib chiqamiz, yaxshi. Bularni qo'yib chiqamiz. Bu yerga ham oyna qo'yamiz do'stlar. Mana uy tayyor bo'ldi. Endi tepasini tomlarini qilish kerak. Ya'ni tomlarini yopib chiqish kerak do'stlar. Tomlarini yopish qiyin emas, kichkinagina uy. Tomlarini yopish umuman qiyin bo'lmaydi do'stlar. Yana nima qo'ysak bo'ladi tomiga do'stlar? Masalan, nima qo'ysa bo'ladi? Masalan, tomiga yarim blok qo'yish kerakmi deymanda do'stlar. Yana xunuk bo'lib qoladi bunday tursa. Mayli do'stlar, tomiga slab qo'yamiz. Hozir bizga slab kerak. Hozir va oddiy yog'ochligini olamiz. Masalan, mana bunaqasini olamiz va do'stlar qo'yib chiqishimiz kerak. Yaxshi. Mana do'stlar, va nihoyat qo'yib bo'ldim. Do'stlar, endi donatlarni yopib chiqish kerak, chunki xunuk turib qoladi tepadan do'stlar, haqiqiy tomday bo'lishi kerak. Mana do'stlar, qo'yib chiqamiz bu yerlarga. Yaxshi, hamma joyga qo'ydim va menimcha mana bu yerga ham qo'ysak bo'ldi do'stlar. Menimcha tayyor. Stop, mana bu yer nima bo'lib qoldi? Xunuk bo'lib qoldi-ku. Nimadir xato ketdimi deymanda. Mana bu yerga qo'yib chiqaylikchi. Do'stlar, bo'ldi. Ana endi yaxshi bo'ldi va
Hammasi chotki bo'ldi. Endi uyda tayyor do'stlar. Endi uyga dekoratsiya berish kerak do'stlar. Birinchi o'rinda biz nimalar olamiz? Har doimgidek notebook, kravat olishimiz kerak. Do'stlar, hozir nima olishga ko'raman do'stlar. Yaxshi. Nima olsam bo'ladi do'stlar? Kravat oldim, chunki unga kravat kerak uxlashga do'stlar. Kravatni qo'ydik. Yana nima olsak bo'ladi? Masalan, mana bu shkaf qo'yishimiz kerak narsalarni, chunki sandiq qo'ymaymiz, shkaf qo'yamiz do'stlar. Shkaf normalniroq va bu yerda nimalar bor? Masalan, mana buni ovqatlanish uchun qo'ysak bo'ladimi? Aytgancha do'stlar, bu yerga qo'ysa kompyuterlar sig'maydi-ku. Mayli do'stlar, bularni olib tashlaymiz. Bu yerga yaxshi joylashmadi. Mayli do'stlar, qayerga qo'ysak bo'ladi? Mana bu yerga qo'ysak yaxshi-ku. Yaxshi, bu yerga qo'yamiz va yana qayerga qo'ysak bo'ladi? Masalan, qayerga va mana bu yerga qo'ysak bo'ladimi? Do'stlar, endi kreslo olishimiz kerak kompyuterlar uchun. Mana bu yerdan mana bu qizil rang kresloni oldik do'stlar, chunki bilmadim, shu uyga qizil rang olyapman do'stlar. Menga qizil yarashadi qishloqiga. Mayli, notebook oldik do'stlar. Endi bizga kompyuter kerak. Do'stlar, ya'ni bizga anaqa kerak do'stlar, shkaf kerak, ya'ni kompyuterlarni qo'yishga do'stlar. Endi bizga kompyuter olamiz, PC va bizga nima kerak bo'ladi? Monitor va klaviaturalar kerak bo'ladi. Mana oldim do'stlar. Endi mana bularni qo'yib chiqib, mana bu yerga kompyuter keysini qo'yamiz va bu yerga esa nima do'stlar, bu yerga mana buni qo'yamiz. Endi do'stlar, yana nimalar qo'ysak bo'ladi? Masalan, bu yerlarga do'stlar pushtisini olib qo'yibman, yana pushtisini olib qo'yibman do'stlar. Mana ekan. Do'stlar, mana yaxshi bo'ldi. Endi do'stlar, mana bu kresloni qo'ysak, hammasi yaxshi bo'ldi va uy chotki bo'ldi do'stlar. Kompyuterlarni qaranglar do'stlar. RTX 5060 qo'ydim yana do'stlar. Mayli, qishloqqa maza qilib streamlar qiladi. Yaxshi, yana nimalar qo'ysak bo'ladi uyga do'stlar? Masalan, mana gram qo'ysakmi ekan do'stlar? Uy toshdan qanday yuradi bilmayapman do'stlar. Aytgancha do'stlar, bitta fakel qo'yib qo'yamiz do'stlar. Fakel qanday turar ekan do'stlar? Chunki kechqurun qorong'i bo'lib qolishi mumkin do'stlar. Aytgancha do'stlar, lampa ham qo'yish kerak uy ichiga. Hozir uy ichiga lampa qo'yib qo'yamiz do'stlar. Tashqari chiroq, ya'ni bizga kerak bo'ladigan qanaqa lampa olamiz? Lampani topib oling do'stlar. Va lampa qayerda edi? Mana do'stlar, bu yoqqa rozetka, bu yerga nima? Mana do'stlar, lampani topdim. Do'stlar, endi lampani mana bu yerga qo'yamiz. Masalan, mana shu yerga. Tak do'stlar, endi mana rozetkani ulaymiz. Va do'stlar, buni qayerga qo'ysak bo'ladi? Uxlashga yaqin bo'lish kerak muhimi do'stlar. Menimcha mana bu yerga qo'ysak yaxshi do'stlar. O'zi uxlab, qishloqqa o'zi o'chirib yoqadi. Mayli do'stlar, hammasi yaxshi bo'ldi. Agar nimalar qo'ysak bo'ladi? Masalan, gilam yoki tashqariga fakelmi qo'ysak bo'ladimi? Do'stlar, uy menimcha bitta do'stlar. Aytgancha do'stlar, bizga fakel kerak do'stlar, tashqariga kechqurun qorong'i bo'lib qolmasligi uchun. Bu yerga emas, mana bu yerga qo'ymoqchi edim. Do'stlar, menimcha bu fakel yarashmadi. Menimcha buni olib tashlayman. Mayli do'stlar, olib tashlayman, chunki qorong'i turadi, qishlog'imiz o'zi yorug' turadi har doimgidek do'stlar. Mayli do'stlar, yana nimalar qo'ysak bo'ladi? Masalan, yerga nimadirlar qo'yamizmi do'stlar? Masalan, har doim do'stlar aytgancha gilam qo'yish kerak-ku yerga. Gilam qo'yish esdan chiqibdi, chunki oddiy toshda yotmaydi-ku, yoki toshda yurmaydi-ku do'stlar, oyog'i botib ketadi-ku. Shuning uchun yumshoqqina qizil rang gilamlardan qo'yamiz do'stlar. Hammasi chiroyli bo'ldi va uy tayyor do'stlar. Hammasi tayyor do'stlar. Endi nimalar qilsak bo'ladi? Bo'ldi, menimcha uy tayyor. Do'stlar, endi menimcha qishloqni chaqirsak ham bo'ladi, chunki uy tayyor bo'ldi. Mayli, hozir qishloqqa kelib qolsa kerak. Qishloqqa mana uyni bitirib bo'ldim. O'zing xohlaganingdek juda chiroyli qildim. Mana ko'rishing mumkin, mana bu yerga kompyuter, bu yerga stollar, uxlashingga joylar, ovqatlanishingga joylar qilib qo'ydim. Uy senga yoqdimi? Rahmat Samiko, mana pullar senga. Yoqgan bo'lsa yaxshi. Mana bularni olishim kerakmi? Mayli, rahmat. Qishloqqa qanday bilan ochib ko'ramiz va bu yer yo do'stlar, bu yerda zumradlar bor ekan. Do'stlar, bularni hozir olmaymiz, keyin o'zim olib ketaman, chunki ko'p bu yerda. Qishloqqa yoqgan bo'lsa, uyga bemalol kirib dam olishing mumkin. Do'stlar, birgalikdagi notebookga o'tib ketdi do'stlar. Men kompyuter olmayapti, bilmadim.
Mayli do'stlar, video yoqgan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.